iPhone'da chiqqandan keyin 19-ichida shu bitta kasali bor ekan mana. Erta indin almashtirib yuboryapman buni. Menga to'g'risi 17 yoqmadi. Xudo xolasa o'zimni 16 Pro'm yaxshi edi, titanoviy korpus. Bitta kasali bor ekan, o'rtoqlar, yorug'roqqa keling. Buni 22-kuni olganman. Korpusda titanoviyni almashtirib, bu alyuminiy-ku. Alyuminiy korpus kraska sachilmassiz, sachsa yomon bo'lib qolar. Buni qarang-da, bu nimadanligini bilmayman mana. Qarang. Ko'ryapsiz? Ha, bag'i sariq tsvet, haliginaqa tsvet, oranjoviy tsvet. Bag'i qanaqadir bordoviga aylanib ketyapti. Bu chista originalniy iPhone 17si borlar, xushyor bo'linglar, mana shu narsa sizlarga ham keladi. Beraverasiz meni qayta. Srazu bu hozir mo oy tugab olsin, srazu o'zimnikiga Titanoviy yaxshi ekanda bu. 1.19 olamiz, 18 olamiz. Bu menga yoqmadi. Mana o'rtoqlar, men yolg'onsiz mana.